Matizga usulli amazotlarimiz tayyor bo'ldi. Yaqindagina bundan ko'pida kalsiyada tugab qoldi. Orada zichagina uzilish bo'lib qoldi. Yana tayyorlash boshlandi. Bu yarmi turibdi, yana tayyorlash davom etadi. Xudo xolos bundan mag'iy uzilmaydi. Hozir borida olib qolishni tavsiya qilaman. Bu qanaqa bo'ladi? Ya'ni yangi ko'rak akalarimiz uchun usulli amazotor bu stoykani o'zi bo'ladi hamda Nexia oldi amazotor tushadi. Sizlarga sotilayotganda mana shunaqa ikkita stoyka beriladi hamda mana bunaqa ikkita yangi garantiyali amazotor beriladi. Buni ustanovka qilish jarayoni vaqti oson, sizlarga soddagina tushuntiraman. Xuddi shunaqa stoykani olasizlar, qopqoq ochiladi, yangi amazotor ochasizlar, ya'ni yangi Nexia'ning amazotori. Bu o'lgandan keyin, ertadan keyin Libo magazindan yangi Nexia amazotor berdingizlar, xuddi shu narsani ichiga shuni solasizlar. Bez perdelka tushadi. Gaykasini Nexia bilan bir xil bo'ladi. Shuni kursda qatirasizlarda, ustidan prujina, chashka hamma narsalarni birga bir yig'ib yuborasizlar, birga bir tushadi. Undan tashqari razvalari mo'shli tushadi. Razvallarga garantiya beramiz. Undan tashqari buni qo'ygandan keyin oldi do'qqillashi, oldi pastligi ancha ko'tariladi. Undan tashqari garmoshkalar tashlashlari umuman yo'qoladi. Eng Matizlar og'riq nuqtasi yangi amazotor qo'yadi. Bir pasda, ya'ni kimdir 3 oy, 4 oy, 5 oy, 6 oyga bormasdan yo'q qo'yib yuboradi. Oldi daqqilat urush umuman yo'qolmaydi. Xuddi shu narsa mana shu narsada yo'qoladi. Bunga kafolat beramiz. Buni yurishi ko'pchilik qiziqqan holatda kamida 2 yil, 3 yil yuradi. Sababi 2 yildan beri sotayotgan bo'lsa, birorta birak yoki birorta o'lgan amazotor chiqarganimiz yo'q. Qo'yganlarimiz effekt zo'r bo'lgan. Shuning uchun tavsiya qilaman. Bemalol borligida zakaz qilib olib qolinglar. O'zbekiston bo'ylab dastlabki ishlab turibdi. Bo'lmadi o'zimizga kelsanglar, o'zimiz ustanovka qilib beramiz. Oldin Nexia usulli amazotor qilib beramiz. Orqasiga 4 talik amazotor qilib beramiz. Moshinalarning moshini o'zgaradi. Bu videoda Matiz akalar jo'natib qo'yasizlar. Bu narsani ko'pchilik zakaz qilgan edi, to'g'risi. Orada uzilish bo'lganligi uchun yetkazib bera olmadi. Akalarimiz nomeri yo'q. Akalar bemalol kelishlari mumkin. Hozirgi kunda kalsiyada bor bir 10 ta, 20 ta mashinamizga chiqadi, ulgurib qolasizlar. Bu videoda Matiz akalar jo'natib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin.